Hürmetli vatandaşım, endi muhokama qilaylik. Biz yuqorida ikki hodisa ko'rib o'tdik. Biri G'uva hodisa. Lekin intayin sezgör mesele yoshirilgan hodisa. Qanday hodisa? Hozir Xi Jinping Reis Xi Jinping varis tayinlashga qiziqadi yoki varis tayinlashga majbur bo'lib, shu izlanish yo'liga kirib qoldi deydi. İkinci hadise, endi bu G'uva hadise, ikinci hadise belki oshkor hadise. Hozir Jungo Kompartiyasining Hong Kongda turishli aloqa bog'lash ishxonasining mudiri, tuniganki mudiri Wang Jimin bu yo'tkab ketildi. Onun o'rniga Lu Haining degan odam kelib o'rinlashtirildi. Bu shanshilik boshda aytdik. Bir ülkenin sekreteri bu almıştırıldı. Bu adamga berilgan sifat siyasi adam dedi. Başkasılar da Kompartiyanın kadrının hamı siyasi adam. Nemişka bugün bu kişiye siyasi adam degan vazifa taqildi. Siyasi adam degan sifat ve karakter taqildi. Bu siz bizga nama'lum. Hoş, siz bilirsiniz 19. Qurultayda 17-yili 10. aydimi 18-yili 10. aydimi aytildi. 10. ayının 30'da açıldı. Bu kurultayda Xi Jinping partiya nizamnamasını özgertti. Asası kanunu özgertti. Xalq vakillar kurultaydı şu yılın. Ahırı 19. kurultayı ötküzüldü. Kurultayda bu Xi Jinping hukuk bakıvendiligini kolga keltirdi. Şu vakti torbetlerde Xi Jinping Jungo'ga hakan bulandı. Jungo'ga Yuan Shikai bulandı. Jungo'ga Kang Shi bulandı. Jungo'ga Han padişah bulandı. Maşında torbetler tasvirlengen keyin bu beskip kaldı. Lekin gapning tuguni hozirgi nokta sen tunigun 19. kurultayda bakıvendilik, hukuk bakıvendiligini ishga oshirding. Nizomnomani partiyaning o'zgartding. Asosiy qonunni o'zgartding. Bugun nemishqa tuyuqsiz izbosar qoldirishga majbur bo'lib qolding. İzbasar izlashga majbur bo'lib qolding. Buning sababi nima? Bu qachon ishga oshdi? Endi buni mushayda qo'yib turaylik. Demak bu bir yangi g'uvataga oshkorlanmagan hodisa deyli. Bix urib chiqyapti deyli. Lekin hozirgi payt yana tuyuqsizlar. Hong Kong meselesi bo'yicha o'tganda biz leksiyalar dedik vatandaşlar. Hal qilishing kerak. Yoki u taraf hal qilishing kerak, yoki bu taraf hal qilishing kerak. 7-oyga qadam qo'ydi. Hong Kongda bo'layotgan namoyish 7-oyga qadam qo'ydi. Tinch yo'l bilan namoyish qilish bilan boshlangan Shangang namoyishchilarining namoyishi oqibatda Jungo soqchilarining zo'ravonligi tufayli Hong Kong namoyishchilarimi zo'ravonlikqa qarshi zo'ravonlik bilan qarshtirdigan namoyishga aylandi. Bu tenigengacha shundoq bo'ldi. Masalan, 800 ming kishi Yangi yil kechisida, Christmas kechisida, yani Rojdestvo bayrami kechisida namoyish chiqdi. Uning oxiri zo'ravonlikqa aylanib ketdi. Biz dedik, bu orliqda sal bo'shab qolgan edi, soqchilar Hong Kongning bu qatam nemishqa bunda qattiq qo'l soldi dedik. Endi bugun mana bu xabar yetib keldi. Endi bu xabarning yetib kelishida hozir nima desangiz, biz hali davomli sizlarga so'zlab turadigan Shito programmasi Apillo axborotdi. Anadan keyin Buyuk Iroq torbiti. Buyuk Iroq torbiti andan Mingjun Hopay. Bular davomli siz bizga uchrab turadigan to'rbetlari. Musibbatlarni kelgan bo'lsa biz bu xabarni normal darhol yozim qila oldik. Lekin bugungi to'rbetning ismi tarixni yo'ritaylik yangidan qo'yilibdi bu to'rbetning ismi. Bu to'rbetning ismi nima deydi? 103 ming nafar Shangang mustaqilchilari ko'chaga chiqdi. Endi qisman anglab oldim. Atibadirman, cho'qim anglayman buni. To'liq anglab qismini, qolgan qismini sizlarga yetkazib beraman. Buni da deyilgan so'z nima desangiz? Mana bitta mikrofon qo'ymoqchiman. Desangiz hozir gap shuor o'zgardi. Lozung o'zgardi. Talab o'zgardi. Mushuning o'ziga asoslasa. Ana buni rasyonallikka kapolat qilaman. Chunki bu to'rbet yangi to'rbet ekan. Şuar özgerdi. Lozungu özgerdi. Shangang mustaqilchilari. 103 ming nafar Shangang mustaqilchilari ko'chaga chiqdimi?
Endi bu yer nima deymiz? Sungillik siyat muhokama qilgan Uyg'uriston to'g'risi da. Biz Dumbaq yerildi degan edik. Temir Dumbaq yerildi degan edik. Hozir mubada agar mushu xabar rost bo'lib, Shangalda namoyishchilar bu qatim endi mustaqillik shuari va lozungisi ko'tarib chiqqan bo'lsa, vatandoshlar, butun jahonning rangi o'zgarib ketdilar. Shundaqla Jungoning qiyofati o'zgarib ketdilar. Qizil rang o'zgarib ketdi, juyilib ketdi deb qaraversangiz bo'ladi. Bu shuar bundan o'tirib chiqqanda nima deymiz? Shunda tahlil qilamiz-da. Biz yaqingacha nima deb ehtiyot qilib keldik? 5 turlik talab. Umumiy saylam, Linjinga ma'muriyat boshlig'i taxtdan tush. Kompartiyani qo'g'laymiz. Kompartiyaning rahbarligini qabul qilmaymiz. Kompartiyani Hong Kongdan chiqarib etamiz. Yo'qolsin kompartiya. Enadagi Hong Kongda qurilgan vaqtlik hukumat xitobnomasi. Mushlarning hammasi sizlarga so'zlab keldik. Aralıqda mandaq lozinkada Shangang xalqi, Shangang Hong Kong xalqi mustaqillik talab qildi degan so'zni biz sizlarga egizdan chiqarmadik. Chunki mush namoyish jarayonida bugungacha har qanday bir namoyishchi hech qachon Shangang mustaqilligi degan narsa lozinkaga yozmadi. Shuar qilib to'g'lamadi. Bugun mana ko'rsangiz 1-oyning 5-kuni dedi. Endi vaqtida biz namoyishdan hozir har haftaning shanba kuniga, yakshanba kuniga markazlashganligini, bu vaqtda aholining dam oladigan fursatdan foydalanib namoyish qildiganligini sizlarga so'zlab kelyapmiz. Tunigun 5-sta yakshanba, bugun 6-sta dushanba. Hozir bu xabar tunigun 103 nafar Shangang mustaqilchilari ko'chaga chiqdimi? Bu nima degan jaranglik shuari? Bu nima degan jaranglik mavzu vatandosh, nima degan jaranglik mavzu? Bugun 103 ming chiqqan bo'lsa Shangang mustaqilligi deb, ati million o'zgarib ketsa nima bo'ldi ish? Markaziy hukumat biz bizning masalamizni yoki Hong Kong masalasini hal qilishimizga vaqt jihatda yoki oltindan qimmat vaqt jihatda va bu vaqtga singib ketgan taqozolik masalasi bo'yicha endi saqlab turolmaymiz. Kechiring markaziy hukumat. Hong Konglik da'vatchimi? Kechiring markaziy hukumat. Biz sizni saqlab turolmaymiz. Siz hozirgacha Hong Kong masalasi qanday hal qilishning chorasini elib chiqmadingiz. Yoki aldamchilik bilan bostirishning, yoki qurolli kuch bilan bostirishning, yoki e'tirof qilish Shangang xalqi o'ttirib, Hong Kong xalqi o'ttirib qo'yayotgan o'z taqdirini o'zi belgilashdi. E'tirof qilish shaklida bir chora o'ttirib elib chiqmadingiz. Endi bugun bizning shuar va lozinkimiz o'zgardi. 103 ming Shanganglik, Hong Konglik Shangang Hong Kongga mustaqillik talab qilib ko'chaga chiqdimi? Devir taqozolikqa zamon va vaziyat bilan birlashtirib qo'ying. Nemishqa 6-7 oydan bir o'ttirib qo'ymagan bu shuarni bugun Hong Kong xalqi qandoqsiga 1-oyning 5-kuni yangi yil kirgan kuni, yangi yil kuni va yangi bir yil 2020-yil boshlangan kuni Shanganglik bu shuarni ko'tarib chiqdi. Bunun ma'nosi nima deb tushunamiz? Dal shu vaqtda, shundoq vaziyat to'g'ri kelganda, Beijing markaziy hukumati Hong Kongda turishlik aloqa bog'lash o'rni ishxonasining mudirini o'zgartdi. Wang Jimingni elib ketdi. Uning o'rniga Lu Haining degan bir amaldorni yo'tkab keldi. Buningda markaziy hukumat nimaga tayyorlik qilyapti? Uning real oqibatlari yoki tartiblari keyin chiqishi mumkin. Onun üstüge biz başta neymi dedik? Ova görünüş peyda oldu. Hazır Xi Jinping endi izbasar izlavatıdı. Özüge izbasar koymakçı oldu. Ondaqda sizden yani iki karar yoki bir karar. Ya keçiren bir kararını 2 yıl ya 3 yılı var. Şongoçu saklap duramsız var yoki başka bir gap var mı?
Mesela hazırlık için memuriyet başlığı Linjingyö'nün tahtın düşüşünü talep kılış Hong Kongluk, onun ruhsat kılınmadı. Hazır onun tahtın düşüşü veya ki tahtın düşmezliği o eşminemez, o eşlesemez. Hazır sangıltık koyulgan bir nesik ayrılıp kaldı, sangılap kaldı. Palaç olup kaldı Şangan hükümeti, memuriyet hükümeti. Hazır Şangan, Hong Kong halkının nazarında hükümet mevcut emez. Memuriyet başlığı Linjingyö mevcut emez. O yokluğun orundaki gap. Yokluğun orundaki gap bulup kaldı. Moşunda peyti Şangan'da duruşluk alaka bağlaş ordunun mesulünü özgertiş. Ve Beijing'de Reisi Jinping'in İzbasar, izdavat kallıqıdan ibaretmişinde biri huva boğan hadise, siyasi hadise, yani biri aşkara at yengişleş siyasi hadise, Şangan'ın beşiği muşu vaziyeti yitip gelgende ülgürerdi mi? Vaya keçkip kaldı. Demek bir yerde tünügen 5. günü Hong Kong halkı ne mi dedi? Müstakillik. Hazır müstakillik dep koçağa çıktı. Ben bunu muşu haberge asasen sözlevatım vatandaşım. Eti bunu rasyalığını çokum ayrıldım. Yani muşu adam muşu haberde biripti. Bügen muşu tarihini yurttaylıydı gen torbette. Ben muşu asas sözlüdüm cuma. Eti kandak özgürlüş oldu etinin işi. Bügen ben sizlerge muşu liksiyeni muşu sözlüdüm hürmet vatandaş. Devir ne gepti, vakt ne gepti, Hong Kong ne gepti, Merkezi Komitet kandak mecazımız deydiğin yerge gepti. Yani ne gepti, biz sizi saklap duramayız, biz sizi kütüp duramayız. Siz hazır Merkezi Komitet sivibollaşkan bir şekilde Şangan Hong Kong meselesini hal kılıştın teşebbüskarlık hukukunu kolunuzdan çıkarıp koydunuz. Çünkü Hong Kong Şangan meselesi hal